Assalomu alaykum. Mana bizda hozir bu birinchi lombos bo'lgan. Endi ikkinchi marta qilyapmiz. Mana bu birinchi lombos. Bu yoqda mana o'sha ikkinchi lombos tugadi mana. Polistirol. Mana fara izolyatsiyalar tashab, chiroyli qilib qilinadi mana. Bu hozir birinchi lombosimiz bo'lganda, birinchi lombos tepasidan уже bu polistirol qilyapmiz. Polistirol endi baribir terma qiladi, issiq qiladi. Keyin bu qaq uyni termosdek qiladi, termosdek. Tashqaridagi issiq sovuqni ko'chadan olib kirmaydi. Ichkaridagi issiq sovuqni yana saqlab turadi.